Mana o'sha mashhur Suetskiy most tagidan o'tmoqdamiz. Bu yoq tomon Osiyo, bu yoq tomon esa Afrika. Mana tagidan o'tib ketmoqdamiz. Bahaybat ulkan. Orada bir 10 metr masofa qoldi. Ana mashalloh. Ikkita qit'ani bir-biriga bog'lab turuvchi most. Qiziq. Afrika yam-yashil. Poyezd ham yurar ekan. Mashalloh. Negadir Osiyo qismimizni qurg'oqchilik. Yashillik bu yoq tomonda ekan. Ismoiliyaga qarab kelyapmiz. Most esa ortda qoldi. Biz esa sayohatimizni davom etamiz albatta.